Ayolimiz Farg'ona viloyatidan shunaqa shikoyatlar bilan keldilar. 8 ta homiladorlik o'smagan. Homilador bolalar 5-6 haftada o'smay qoladi. Ularda 8 ta homilani yo'qotish juda ham qiyin, stresslarga tushganlar, даже psixologlarda davolanganlar. Ayolimizda salkam 3 oy shug'ullandik. Mana hozir homiladorlik kuzatildi. Hozirda ayolimizda уже 32 haftalik. Xudo xolasa tug'ishni rejalayapmiz. Bularda основной AFS sindromi bilan bu AFS sindromi va infeksiyalarga topshirtirganmiz analizlarga. Bularda AFS sindromi qanaqa Coviddan keyin qonda quyuqlik bo'lgan, kliksallar olganlar, конечно, lekin ta'sir qilmagan. Endi ko'pchilik ayollarimiz o'ylaydi, kliksal bilan yursam, men yaxshi qonim suyulib yuradi deb o'ylashadi, lekin bu noto'g'ri. Bu AFS sindrom bilan kelganda обязательно gematofiziolog ko'rigi albatta kerak bo'ladi. Gematofiziolog va ginekolog nazoratida homiladorlikni shu darajagacha olib bordik.